aytgan tang barchaga xayrli bo'lsin. E'tiboringiz o'rayында siz kutgan zavqli o'yin radio o'yini. Hambatoshingiz men Umidjon Safarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dadasi so'nggi paytlarda siz umuman bizga vaqt ajratishni qo'ydingiz. Ishingiz juda ham ko'payib ketdi. Kechqurunlari ham ko'p qolib ketyapsiz. Kuni kecha bitta yoshimni uyiga boruvdim. Nogiron yosh. Amaliy yordam berishim kerak. Bugun ijtimoiy xodim bilan birgalikda o'rganib, masalani hal qilishimiz kerak. Undan ko'ra choylarimiz tez-tez ichaylik. Men seni ishga yo'l-yo'lakay tashlab ketaman. Haligi qizning uyiga borishim kerak. Alo. Assalomu alaykum. Ha, Jaypur mahallasi yoshlar yetakchisiman. Nima? Ha, bizda yashaydi. Nima qildi? Xo'p bo'ladi. Bugun boraman. Ha, Botir ketyapsanmi? Assalomu alaykum. Ha, bitta yoshim jinoyatchilikka aralashib qolgan ekan, zudlik bilan chaqiryapti hozir. Ha, kecha kelishuvdik-ku. Bitta navran qizning uyiga boramiz deb. Ha, to'g'ri. Unda bunaqa qilaylik. Birinchi shu yoshimizni uyiga boraylik, keyin u yoqqa boraman, xo'p? Mayli, ketaylik. Mayli. Alo. Ha. Boryapman, yo'ldaman hozir. Tushunarli. Assalomu alaykum. Salom. Botir, bu bola Shohruh. Bu bola mahallamizdagi IT sohasini tugatgan yoshimiz. Hozirgi kunda xabaring bor, mahallamizda kiberjinoyatlar oshib boryapti. Shu sababli bu bolaning kiberjinoyat sodir qilishga moyilligi bor. Bu fleshkada ko'plagan taqiqlangan saytlar bor. Ulardan osonlik bilan pul topish yo'lida yuribdi. Shuning uchun bu bola bilan yakka tartibda shug'ullanish uchun senga topshiraman. Shohruh, mana bu yer bizlarning IT markazimiz. Bu yerda o'zingning bilimlaringni to'g'ri yo'nalishda ko'rsatsang, rivojlansang bo'ladi. Bu yerda robototexnika va IT yo'nalishida o'zingning bilimlaringni rivojlantirib, yurtimiz uchun, o'zingning kelajaging uchun katta eshiklarni ochishingga imkoniyat yaratilgan. Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel
Onasi, bolalarni tayyorla. Bir aylantirib kelaysizlarmi? follow. I